Assalomu alaykum. Shep mana xo'rozingiz. Shopir kelyapti, hozir kelib qoldi pashti. Korobkalab joylayapman, chiqarib boryapman aka. Uyimdan baraka toping aka, buyurim nasib qilsin aka. Soppa sog'lom, hamma yo'g'i cho'tki mana. Mujik. Ha, o'g'il bola. Samarqandga berdik bu jo'jamiz, Samarqandga ketyapti. Aka zo'r bo'lsin, chempion bo'lsin. İltimos bir marta mikrofonni berib gapirishimga ruxsat ber. Mayli. Qo'y, tinchlaning, meni eshiting, sizlarga gapim bor. Odamlar, yerdagi hamma odamlar, sizlarga bir gapim bor. Ekrandan va bu arenadan tomosha qilayotgan har biringiz hayotingizda bir marta bo'lsa ham xuddi shunday baxtni his qilishingizni istardim. Har biringiz hayotingizda hech bo'lmaganda bir marta men his qilayotgan baxtni his qilishingizni xohlayman. Lekin bilasizmi, siz bu hisni hech qachon his qila olmaysiz agar siz hayotingizda biror narsaga intilmasangiz. Qachonki siz yiqilganingizda odamlar sizni yanada pastga tushirishadi. Ular siz haqingizda har xil bo'xtonlarni aytishadi. Ular sizni yer bilan solishtirishga harakat qilishadi. Siz shularga qarshilik ko'rsata olmasangiz hech qachon g'alaba qozonmaysiz. O'zingizni, irodangizni yanada mustahkamlang. Canavar. Воистину, мы потомки бесстрашных. Jonin sog' bo'lgur. Mujik. Kestim agar. Arablarning bitta maqoli bor. Ana amiru va anta amir, faman yasuqul hamir deydi. Ya'ni ma'nosi sen ham boshliq bo'lsang, men ham boshliq bo'lsam, mayga kim qo'yadi deydi. Hamma boshliq bo'la olmaydi. Baribir ish bo'lgandan keyin bitta odam bosh bo'ladi, qolganlar unga ergashadi. Arablarning bitta